2026-yilga kelib yubka kiyib yurasan deb aytishsa, 2016-yil ishonmagan bo'lardim. Supermamasha Zilola 2016-yil qanaqa kiyinganini ko'rsataymi? Qani ketdik. 2016-yil men ham xuddi Dilmuzga o'xshab mashhur kompaniyalardan bittasi Artel kompaniyasida ishlaganman va unda klassik kiyinish kerak edi. Lekin men jinsilarni sevardim va har doim tepam klassika bo'lsa ham tegimda jinsilar bo'lardi. Dilmuz 40 filialidagi eng tor shimni topdim, chunki 2016-yilda unaqa keng shimlar bo'lmasdi, hammamiz tor kiyardik. Esinglardami? Jazlol o'zidan ketib qolmabdi deb o'ylashlik uchun xatya bir tepamga klassik rubashkalar kiyib yurardim. Lekin Dilmuzdagi rubashkalarimiz mana shunaqa hozir aksessuarlari bilan bor. U paytda bunaqa narsalar bo'lmagan, shu uchun aksessuarni olib tashlab rubashkasini o'zini kiyib ko'rsataman. 2016-yil ro'molda emasdim, lekin esinglarda bo'lsa, o'sha payt ro'molni hamma mana shunaqa o'rardi. U paytda men bundan ancha tor kiyardim. Baxtimizga hozir keng narsalar trendda. 2026-yilga kelib Dilmuz kishga kirganimdan keyin poshnalar kiyishni o'rgandim, lekin shu paytgacha 2016da ham bundan avval ham faqat krossovka ketalar kiyardim. Hozir bu obrazimizga shunaqa Dilmuz 40 filialidan qaranglar qanaqa chotki keta topdim. 2016-yil uchun yakuniy look mana shunaqa holatda bo'ladi. Xo'sh, sizlarga meni eski stilim ko'proq yoqyaptimi yoki yangi nejniy stilimmi? Gap isboti bilan 2016-yildagi rasmni bu yoqqa qo'yaman. Siz bo'lsa kommentariyaga o'z ovozingizni bering.